Bosh miya falajiga, ya'ni DTP farzandi bor ota-onalarni xatoliklaridan yana bittasi shuki, ular vaqtida bolani davolatishadi, ortopedga murojaat qilishadi, har xil kerak bo'lgan operativ muolajalarni o'tkaziladi va o'zlarini birinchi qo'ygan maqsadlariga yetishadi. Ya'ni bola mustaqil yurishni boshlaydi, maktabga chiqadi va shundan keyin ozgina bolaga bo'lgan e'tiborni kamaytirishadi. Bu bizni tajribamizda, bizni ish faoliyatimizda juda ham ko'p uchraydi. 1 yil, 2 yil, 3 yil vaqt o'tgandan keyin retsidivga sabab bo'ladi. Retsidiv nima? O'sha oldingi kontrakturalarning qaytishi, nevrologik asoratlarni ko'payishi va bolani umumiy ahvolini orqaga, ya'ni og'irlashishiga sabab bo'lib qoladi. Muolajalarni boshqatdan qilish shifokorlarga bir qancha qiyinchiliklar keltirib chiqaradi. Shuning uchun farzandingiz iloji boricha eng kamida 18 yoshgacha to'liq bolalar nevrologi, neyropsixolog, neyroortoped va pediatr nazoratidan chetda qoldirmaganingiz maqsadga muvofiq. Albatta siz farzandingizni vaqtida to'liq davolatib yursangiz, kelajakdagi retsidivlar, ya'ni asoratlarning qaytalanishini oldini olgan bo'lasiz.